Assalomu alaykum hurmatli Master Tom hamda Tom xizmati obunachilari. Bugun yana foydali ma'lumot bilan Tom xizmati Qobiljon akamiz bilan birga qarshingizdamiz. Sizingiz charchamasizlar. Xo'p, aka, bitta savol bor. Tom yopishda bir necha xil materiallar bor. Bunga misol keltiraylik, shifer bor, profnastil bor, metal cherepitsa bor, gibki cherepitsa bor. Qanday obyektlarga qanaqa materiallardan tom yopgan yaxshi? Bir o'sha haqida ham ma'lumot beraylik, foydali bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli Tom xizmati hamda Master Tom obunachilari. Xo'p, obunachilarimiz shu tom qismiga kelganda to'g'ri o'ylanib qolishadi. Nima ishlatsam bo'ladi tomimga deydi. Hamma mahsulot o'ziga yarasha go'zal, o'ziga yarasha vazifalari bor. Agar hozirgi holatda mana shu do'ppili fasollarimiz moda bo'lib boryapti-yu. Mana shu qismiga kimdir miyaki krolin yoki gubki cherpitsa ishlataman desa, oldi tikka joyiga ishlatgani ma'qul deyman. Men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda. U chiroyli chiqadi, lekin mana bunaqa tepa qismiga profnastil foydalangani ma'qul. Endi ko'pchilik mana bizga ham ko'p beradi, o'zingiz ham ko'p aytasiz. Telefon qilib shiferdan ham yopsak bo'ladimi? Arzonroq tushadi deydi-da. Ko'pchilik dadasi shiferdan yopib shifer. Hamma ham imkoniyatdan kelib chiqib so'raydi. Ular u insonlarning u mijozlarini to'g'ri tushunish kerak. Hamma o'z imkoniyatdan kelib chiqib so'raydi. Albatta, shiferdan ham yopsa bo'ladi. Qanaqa joylarga? Qarang. Mana shu tomimizni, mana shu qismi shiferdan foydalanib bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, tomimiz tepasida yotiqroq, oldi tikka. Bu joyimizga oldiga ishlataman desangiz, oldida figurasi ko'p, shiferimiz sinib ketadi. Tepa qismiga qiladigan bo'lsak, yotiqligi hisobiga chokidan obratga o'tish ehtimollari bor. Shuning uchun shiferimizda agar tomingizda oldi ko'rinishini mansard forma qilib, ichi mansard kerak emas, admanka holatda tursin desa, orqasini orqa tarafida suv ketishga joyi bo'lsa, bemalol shiferdan foydalansa juda ham arzon tushadi. Shifer biz o'zimizning uylar ham shifer mana 40 yil, 50 yildan beri shifer o'tiribmiz aka. Bizda bitta video bo'lganda, shifer deganimizda 30 yilgacha xizmat ko'rsatadi deganmiz. Ba'zi bir obunachilar sal bir noto'g'riroq tushunishibdi. Biz avvalgi ishlab chiqarilgan shiferlarga nisbatan aytmaganmiz. Biz hozirgi ishlab chiqarilgan shiferlarga nisbatan bu narsani aytganmiz. Shuni ilova qilib ketdik. Endi bitta savol. Profnasilda 1 metrga necha metr uklon bo'lishini standart 25-30 cm dedingiz. Endi shiferda 1 metrga necha santimetr uklon qilgan? Xo'p, shiferimizda metrida 40 cm past bo'lmasligi kerak ukloni. Agar biz tepa qismiga o'zimiz standart bo'yicha uklon shiferga 50 cm uklon bersak, har bir donasiga 50 cm bersa, betga masalan 5 ta shifer tutsa 2,5 metr ko'tarib olishimiz kerak-da. Undan buni qo'shni taraf juda to'silib ketadi, 4-chi etajga ketadi. Shuning uchun profnastil bo'lsa, profnastilimizda chok yo'q, suv ketaveradi. Agar shuni orqa tarafga yaxlit joylari bo'lganda shiferdan foydalanardi, juda ham arzon tushardi. Lekin mansard bo'lgani uchun profnastildan foydalanganmiz. Mana shu gubki cherpitsa, misol uchun ko'pchilik aytadi, gubki cherpitsani men o'tgan safar uchastkamni yopganman, juda zo'r, menga yoqdi, hammajon gubki cherpitsa qilaman desa, gubki cherpitsaning foydalari misol uchun shumni yo'qotadi. Yomg'irda ovoz kirmaydi mansardaga. Lekin mana tepa qismiga albatta profnastil foydalangani ma'qulroq. Chunki yotiqda gubki cherpitsamiz oralaridan bir yillar o'tib suv qo'yib yuborish ehtimollar bo'lib qolsa, ish ko'rsatsa, u bo'lmaydi. Undan bitta qiling, tomimiz ko'rinmaydi-yu. Moddiy tomonlama ham ancha arzon. Endi har bir mahsulotimiz o'ziga yarasha narxi bor. Gubki cherpitsa profnastil yo metal cherpitsadan qimmatroq tushadi. Lekin o'ziga yarasha sifati bor uni. Shiferimiz undan arzonroq tushadi, uni ham o'ziga yarasha sifati bor. Endi hamma moddiy tomoniga qarab qilaveradi aka. Qobilxon aka, tunka mahsulotining o'zidan ham profnastil, ham metal cherpitsa chiqadi. Ko'rib turibsiz, hozirda trendda bo'lyapti master model. Mana shunaqa metal cherpitsani tomni qaysi qismiga ishlatgan yaxshi, profnastilni qayerga ishlatgan yaxshi? Xo'p, men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda metal cherpitsani faqat mana shu tikkali joyiga yoki konvertli tomlarimizga ishlatishsin deyman. Mana bu qismiga foydalanishni maslahat bermayman. Chunki har bitta 35, 25, 30 santimetrda shagi bor, Shagimiz har bittasi 2 santimetrga yaqinroqda. O'zim aytib uklonimiz kam. Hozir mendan 2 santimetr ko'tariladi-da, orqaga 2 sant pasayadi-da, yana ko'tarilib pasayadi. Bu joyda obratga o'tish yuqori bo'ladi. Shuning uchun profnastilni tepaga foydalaninglar, pastga metal cherpitsa go'zal chiqadi. Xo'p, profnastilni 2 qavat mindirdik, metal cherpitsani-chi? Metal cherpitsa 1 qavat yetadi. 2 qavat bo'lsa bir-birini shaglar tirab qoladi-da, zamoga tushmay qoladi. Shuning uchun bitta kifoya qiladi. Xo'p, Qobilxon aka, navbatdagi savol va eng muhimi, tom qismiga qaysi material og'irroq, qaysi bir yengilroq? Tomimizda og'ir, yengil qilishimiz, mahsulotlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, profnastil yengilroq bo'ladi. Boshqa mahsulotlarga qaraganda. Profnastil yengilroq, chunki profnastilimiz shu metrida 4,5-5 kiloga yaqin bo'ladi. Endi shiferimiz og'irroq bo'ladi undan.
Endi har bitta mahsulotimizni o'zi yopiladigan joyi bor. Chunki binoyimiz har qanday mahsulot ko'taradigan darajada ko'tarilgan bo'ladi. Keyin yana buni og'irroq qilib uy egalariga bog'liq. Ya'ni nima demoqchimanki, utuplina masalasida. Utuplinani hamma har xil turda qiladi. Kimdir bitta pena sepib qo'yadi, to'xtatadi. Kimdir 4 qavat, 5 qavat tort hosil qilib qiladi. U bazaltdan qiladi, minivatda qo'yadi. Utuplina og'ir bo'lib ketgan sari ham taomi og'irlashib boraveradi. Lekin biz qo'yib turgan strapila, abroshutkalarimiz hammasi o'sha utuplinalar ko'taradigan darajada javob beradigan qilamiz. Lekin Profnastil yengilroq bo'ladi boshqalarga nisbatan. Keyin mexik rol yengil bo'ladi. Eng og'iri shifer deb bilaman men. Eng oxiri shifer. O'zingizdan kelib chiqib, xolis maslahat, o'zingiz imorat qilyapsiz, mansarda tom qildingiz. Qaysi bir shumkadan foydalanardingiz? Men to'g'risi pena separdim. Pena sepasiz bo'ldi. Ha, pena sepsak, pena tunukamizga yopishadi. Birinchi o'rinda kondensat to'xtaydi bunda. Kondensat bo'lmaydi. Keyin yomg'irda shumini ham o'tkazmaydi. Iloji bo'lsa shu 18 sm, 15 sm to'ldirib sepishlarini tavsiya qilaman. Uzr bo'lar aka. Men shunday qilardim aka. Agar siz gap yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib esdan chiqmasin va albatta Master Tom hamda Tom xizmatiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka, Sog' bo'lasiz. Ha, aytgancha, yangilikda zo'ri 2026-yildan Master Tom jamoasi bilan Tom xizmati jamoasi yangilik qilgan. Noldan uy qurish xizmatini ham yo'lga qo'yamiz. Bunga biz masterimiz bor. Umidjon keling. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xo'p, bu Umidjon har qanday turdagi bino, obyekt, zavod, uchastkalar bo'lsa, proyekt qo'liga berasiz, chiroylab bitkazadi. O'zini jamoalari bor. Biz ham jamoamizni qo'shyapmiz. Umidjon har qanday uylarni ko'tarib berishga bolalar yetarli darajadami? Xudo xolasa sifatli, chiroyli brigadamiz bor. Hammasini yopib, chiroyli tomigacha olib chiqib beramiz. Xudo xolasa undan keyin sizlar hamkorlikda, Tom xizmat hamda Master Tom hamkorligida chiroyli ishimizni davom ettiraveramiz. Hozirgacha ham yopib turgan tomlarimiz aksariyatini Umidjon ko'targan tomlarni yopamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bundan da yangiliklar ala oldinda.